Uni plan qiluvdik. Necha mayli. Xudo xohlasa qo'shilganlar sekin qo'shilaveradi. Agar nima qilsa, etsa u yoqda 1 soat bo'lish kerak-da, o'zi 1 soatda tugatish kerak-da. U yoqda agar nima qilsa yozib yuboringlar, ustozlar kutishyapti deb Muxtor Ali u gruppada. Bizada soat 8 da nimamiz bor edi rejalashtirgan. O'shanda kutishyapti deb nimaga aytib qo'ysangiz, mikrofonni yoqib, esichu. Haligi doktorga yozib bo'lmaydigan, hali gapirib bo'lmaydigan gruppa ekanda, sukut hali sekret yozib bo'lmasgan. Ha, mayli. Ha, mayli. Qo'shiladigan qo'shilib ketaveradi, xudo xolasa, gaplashaveramiz. Tak, mana yangi hamkorlar qo'shilishdi, inshaalloh. Hozir 1 sekund. Yangi ko'p hamkorlarimiz bor ekan. Bugun shularga iltimos qilishdi. Bir xudo xolasa gaplashish. Hozir 1 sekund o'tib turinglar. Faqat qo'shilsin odamlar. Tak. Mayli, boshlayveramiz. Xudo xolasa. Assalomu alaykum, xayrli kech hammaga. Bizani hamkorlarimiz, bizani yangi hamkorlarimiz xush kelibsizlar deymiz sizlarga hammanglarga inshaalloh. Hammanglarni kuchda mana shu tashkilotda ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Xush kelibsizlar deymiz. Xudo xolasa hammanglarni mana shu biznesni boshlab eng yuqori cho'qqilariga chiqishinglarni, eng yuqori natijalarga chiqishinglarni nima deymiz, tilab qolamiz. Chin ko'ngildan tilaymiz. Bir ish boshlagandan keyin albatta eng yuqori cho'qqilarga chiqish kerak harakat qilib, inshaalloh. Xo'p, ismim Naimbek Samiyev. Agar mana birinchi marta ko'rib turganlar ko'p, o'shaning uchun ozgina o'zimni tanishtiraman 2 og'iz. O'zimni soham teri tanosil kasalliklari, dermatologiya, kosmetologiya sohasida mutaxassisman. Demak, shu 2003-yilgacha Toshkent viloyati ishini boshqarganman. Mana shu eng qiyin paytlar bo'lgan, juda ko'p kasalliklar ko'payib ketgan paytda 2003-yil keyin yo'lim ochilib, men Saudiya Arabistoni podshohligi o'sha Er-Riyod, ya'ni Makka, Madinani poytaxtiga borib, alhamdulillah ishladim. Hali ham ishlayotgan bo'lardim agar bizada nimalardir o'zgarmaganda. Mana muhtaram prezidentimizlarni ko'p qilgan ishlarini biza shohidi bo'ldik. Mana shu ayniqsa oxirgi yillarda 6 yil, 7 yil ichida, 8 yil ichida O'zbekistonni ko'ryapsizlar qanchalik o'zgarib ketganini, alhamdulillah. Juda katta o'zgarishlar hamma tomondan. Shuning uchun men buni o'sha paytda ko'ra oldim, kelishga qaror qabul qildim. Chunki biz 90-yillik bolalarimiz biznes nimaligini tushunamiz, pul nimaligini tushunamiz. Shuning uchun men bu yoqda O'zbekistonda kelajagimni ko'ra oldim bu yoqqa. Keyin 15 yil o'tda ishlab, alhamdulillah musofirchilikni ko'rib qaytib keldim O'zbekistonga. Hozirgi kunda bir qancha biznesni boshqaraman, har xil yo'nalishda. Bularni xudo xohlasa keyinchalik tanishganimizda aytib beraman. Qishloq xo'jaligi, turizm sohasi, o'sha organik qishloq xo'jaligi, import eksport bizneslari, har xil yo'nalishda biznes rahbariman o'zim. Xo'p. Tabobatda ham tashab qo'yayotganim yo'q. Nima uchun? Chunki mana shu odamlarga shifo topishi birinchi o'rinda. Chunki bilasizlar, sog'liq hech narsa yetmaydi sog'liqqa. Pul bo'lsa ham, agar sog'liq bo'lmasa hech narsa yo'qmaydi. Masalan, katta puli bo'lib turib, bir joyi og'rib turgan bo'lsa, oyog'i yurmasa, davleniyasi bo'lsa, yo bir boshqa kasalliklari bo'lsa, menimcha bir chet elga sayohat ham yo'qmaydi. To'g'rimi? Bir joyga borib dam olish ham yo'qmaydi. Dam ola olmaydi ham, birinchidan u samolyotda ham ko'tarmaydi, yo'lda ham ko'tarmaydi. Shuning uchun endi men ko'p aytib beraman, mana bor odamlarni ko'raman. Albatta tavsiya qilaman. Ko'pi buni eshitib qiladi. Ba'zilarda shu juda boy odamlar-yu, lekin mana shu bir yig'inlarga, restoran, to'ylarga borsangiz, ovqat yomay o'tiradi. Men bundan yeng siz, oling siz, yo Naim aka, men
Go'shtlardan oling desangiz davleniyamni ko'tarib yuboradi. Mana bundan yeng desangiz sahrni ko'tarib yuboradi. Mana buni yeng desa o't qopini ortib qo'yadi. Pul mana bundoq, lekin non bilan choy chaynab o'tiradi. Sog'liq o'shani ko'tarmaydi. O'shaning uchun sog'liq ne'mati bu birinchi o'rinda. Sog'lig'ingiz zo'r bo'lsa, hamma narsa yoqadi. Sog'lig'ingiz bo'lmasa, bir joyingiz og'rib tursa, haligi avaz oxunni hazri ham yoqmaydi. Bechora televizorga chiqib kuldiraman deb gapirsa, o'chir ovozini deb o'chirtirasiz televizoringizni. Pastroq qil deb. O'shaning uchun sog'liq albatta Alloh tanlagan ekan insonlarga sog'liq yetkazishda. Buni men tashaganim yo'q. Endi boshqa doktorlardan ozgina farqim bor. Alhamdulillah deyman, o'tda ham. Demak, Alloh shunga ilm bergan ekan. Bir paytlar o'sha 96-yillardan boshlab ishni boshlaganimdan tabobatda o'rgandim. Nima uchun? Bizda teri kasalliklarini ana doktorlarimiz bor, bu yerda o'tirishdi. Bir 80-90% surunkali kasalda kelishardi tuzalmagan kasallar. Endi so'rasangiz, bormagan doktori, bormagan kremi, tabletkasi, gormoni qolmagan ukoli. Tuzalmagan. Ana shu paytda alhamdulillah mening ko'nglimga keldiki, qalbimga Alloh soldiki, agar bu aptekani dorilari bilan, tegi bilan tuzalmayotgan bo'lsa, tibbiyotda otasi kim? Hammanglar yaxshi bilasizlar. Luboy yosh boladan so'rasangiz ham, tibbiyotda otasi kim desangiz, Ibn Sino deydi. Ibn Sino davolaganmikin shu teri kasalliklarini degan fikr kelgan. Albatta Allohdan olib kitobini o'qidim, kitoblarini, tibb qonunlarini qarasam, o'sha meditsinada biza tuzalmaydi degan revmatizm, astma, qandli diabet, yurak kasalliklari, jigar kasalligi, o't qopi, palon piston, hamma mioma, mastopatiya, hattoki onkologiyagacha davo bor ekan. Albatta o'tkazib yubormagan holatda, juda dabdala bo'lganda, o'zi na doktori, na dorilarni ta'siri bo'lmasligi mumkin. Albatta Allohning xohishi bo'lgan holatlar, endi men uni aytmayman, balki ba'zilarda 5 kunda o'tib ketadi, 5 kunda o'ladi. Endi tayyorgarchiliklarni ko'ringlar. Tak, mikrofonlarni o'chiringlar. 5 kunda bo'ldi. Barno mikrofon. Demak, mana shu nimani o'ladi degan kasallar, men aytardimda, Allohning shifosi. U shifoni Alloh beradi, hayotni ham Alloh beradi deb berdim. O'sha paytda Allohning shifosi bilan tuzalib ketganlar bor. O'sha 5 kun o'ladi degan 20 yil oldingi kasallar haligacha chopqillab yurganlari bor, Xudoga shukr. Og'ir, lekin u holatga borish kerak emas. Chunki unda o'sha qiyin bo'ladi. Ancha kasal chuqurlashgan sari buni haligi davolash ham qiyinlashaveradi. Masalan, pochka qurib qolgan bo'lsa, qatdan u tuzaladi. Yoki jigar polni tamom bo'lgan bo'lsa, uni faqat transplantatsiya, uni boshqa iloji yo'q. Yoki yurak kengayib ishdan chiqqan bo'lsa, u juda qiyin-da, bu narsalarni to'g'rilab olish qiyin. Shu darajaga bormasligimiz kerak. Bugungi qilayotgan ishimiz va bugungi kunda mana shu muhtaram prezidentimiz har doim aytayotgan gaplari profilaktika kasalligini oldini olish to'g'risida hozir juda ko'p joyda gapirilyapti. Ximiya qaraldi. Oxirgi 20 yilda apteka ko'payib, dori ko'payib, kasal ko'paysa ko'paydi, kamayayotgani yo'q. Poliklinika, klinika, bolnitsalar kundan kunga ochilib ketyapti. Oldin bizlarning yoshlikda, mana yosh kattalar biladi, apteka ham yo'q edi. Aptekada 20 xil dori bo'lardi, eslaydi hamma. Mana doktorlar biladi. 20 xil dori bo'lardi. O'sha ampitsilin, pensilin eng kuchlisi. Ichketarga bitta furazolidon, levamistin bo'lardi, paracetamol, tam analgin, dimidrol bo'lardi. Kasal yo'q edi. Poliklinikalarda kasal bo'lmasdi. Onam rahmatli o'zlari vrach bo'lganlar. 5000 ta odamga bitta o'zlari qaraganlar, chaqaloqdan kattasigacha. Ishoninglar, poliklinika, men maktabdan kelardim, birinchi soatda yoki ikkinchi soatda borardim, o'shangacha endi uyda hech kim qolmasdi, hamma o'qishda, ishda. Men endi kichkinaman, borib o'sha poliklinikada o'tirib dars qilardim, yaxshi ko'rardim. Oyim medsestralari bilan rahmatli ham choy ichib, gap sotib o'tirishardi. Yo bir dokumentlar to'ldirib, jurnal to'ldirib o'tirishardi. Kasal kelmas edi, yo'q edi kasal. Esimda-da, bu ko'zim bilan ko'rganman.
5 ta aholi, bu bitta katta haligi hozir mahalla fuqarolar yig'ini deydi, juda katta. Lekin o'sha yerda bitta odam ham kim, bitta shu vaksina payti bo'lardi, o'shanda odamlar kelardi haligi AKDS pakadesda. Lekin uyma-uy keyin maktabdan kelsam, haligi sumkalarini ko'tarib uyma-uy kasal qidirilardi. Yosh kattalar biladi, podvorniy obxod. Hozir doktorlarning qayerda vaqti bor. Poliklinikaga borsangiz, har bitta doktorga 40 tadan odam o'chirib, haligi avazoxon ham hazil qilib chiqdi-ku, bir-birini urib, doktor ham qirg'izmaydi haligi. O'chirib turindim. O'shanga o'xshab, mana hozir e'tibor bersanglar, bu aptekani dorilari hech narsani qoyillatmadi. Juda ko'payib ketdi. Apteka dori ko'payib ketdi. Palapartish dorilar yozilishi ko'payib ketdi. Ahvol ayanchli ahvolga kelib qoldik biza. Bu narsani prezidentimiz e'tibor berib, hozir o'sha onkologiya, rak, bolalar ichida rak ko'payib ketganini ko'rgandan keyin yig'ishtirlaring ximiyani deb qattiq gapirdilar. Alhamdulillah, bu hokimiyatlar darajasida, sog'liqni saqlash boshqarmalari darajasida hozir bu juda qattiq ham tanqid, ham nazorat ostiga olindi. Yangi nimalarni bilasizlar, mana o'sha retsept bilangina aptekada hali ham bu retseptsiz kirib olyapti hamma. Hali bu narsa bo'lguncha ozgina vaqt kerak, hech qachon bir kunda bo'lmaydi. Lekin bu narsa hozir mana yangi o'sha narsalar chiqib kelyapti. Boshqa iloji yo'q. Потому что palapartish bo'lib ketdi. Apteka nima uchun retsept bilan beringlar deyiladi. Chunki mana aptekalarda ba'zilarida kirib qolsam, bir narsaga kirib qolsam, qarab tursam, aptekachi doktor hozir. Aptekachiga doktor kerak emas bu kasallarga. Odamlar kiryapti-da, doktor bolamni ichi ketyapti, qorni og'riyapti desa 5-6 ta dori beryapti. Haligi yo o'tmagan dorisi, yo haligi ko'proq soqqa to'laydigan joyidan. Bittasi kelyapti, xotinimning qulog'i og'riyapti. Mana mablag'ni aytsin. Keyin men so'radim, ukam dedim, "Sen qo'rqmaysanmi?" dedim. "Nega aka?" deydi. "Men aytdim, bolam nimaga ichi ketyapti? Nimaga qorni og'riyapti? Balki appenditsitdir. Appenditsitda ham qorin og'riydi, ichi ketib qoladi, temperatura bo'ladi. Sen nimaga bu beryapsan? Appenditsit yorilib ketsa nima bo'ladi? O'lib qolsa nima bo'ladi?" desam, "Ya aka, endi doktorlar beradi, shunaqa, xuddi shunaqa dorilarni beradi" deydi. Ko'ryapsizmi miyani? Yo'q unaqa narsa. Chet elda bunaqa narsalar yo'q. Shuning uchun mana sekin-sekin shu nimaga kelyapmiz. Yana bitta narsa, mana men o'zim o'sha aytayapman, chet elda uzoq ishladim, 15 yil. Doktorlar dori yozmaydi bizga o'xshab. Kirsangiz, bolasini shamollab kelsa ham bitta dori bersa beradi, bo'lmasa ham yo'q. Boring deydi, 5 kun abilniy pityo deydi, ichiring deydi, vitaminlar bering deydi, o'tib ketadi deydi. Bizda hozir sal shamollab borsa 8 ta dori yozyapti. Ya'ni mana bu aptekadan olinglar, kammush doktorlarimiz ba'zilari. Hammasi ham emas. O'shaning uchun mana bu narsa hozir qattiq tanqid ostiga olindi, xudoga shukr, nazoratga olindi. Eshityapmiz, ko'p joylarda katta-katta bosh vrachlar ishdan olinyapti, ana shu har xil firmalar bilan ishlagani uchun. Buni qilmasa bo'lmaydi. Nima uchun? Mana shu narsani bugun eshitganinglarni qarindoshlarga yetkazinglar. Doktorga borsang 8 ta dori bersa xursand bo'lib, zo'r doktor ekan deb ketmagin, baraka topkur. Nega? Chunki u dorilar organizmga kirgandan keyin o'zaro 8 ta dori kimyoviy birikma paydo qiladi. Bu ham yaxshidir, bu ham yaxshidir. Lekin bu dorilar o'zaro birikma paydo qiladiki, bu xudo biladi nimaga aylanadi. Nimaga rak ko'payib ketdi? Rak yo'q edi. Biza o'qiganda yoki men o'sha ishlaganda Sog'liqni saqlash vazirligiga borganda ministrimiz o'sha paytda Feruz Gafurovich hamma taniydi O'zbekistonda. Damin Abdurahimovich zaministr bo'lardi. Nimani turg'izib, glavvrachchi, onkologiyani glavvrachini turg'izib urushardi. Nimaga bombosh больница deb. Nimaga kasal topmaysanlar? Yo'q edi kasal. Bombosh больница edi. Kattalarning больницasi. Bolalarnikini qo'yuring. Hozir mana yaqinda Chilonzorga bordim, g'ich-g'ich. Nimaga ko'payib ketdi? Dori, palapartish ishlatilyapti, juda ko'p miqdorda. Kasallarga beryapti. Bu organizmga kirib, nima balo chaqiradi, xudo biladi. Sirazi bo'lmaydi. Ichgan dorisi u 1 yildan keyin bitta joyda rak chaqiradi. U rak hujayralari bir kunda o'sib qolmaydi. Faqat bu aniqlanguncha bir katta narsa buguncha vaqt o'tadi, 1 yil 2 yil. Shuning uchun ehtiyot bo'linglar. Doktorga borsangiz 8 ta dori bersa zo'r doktor ekan demanglar.
doktorga aytinglar, doktor iltimos menga bitta ikkita dori yozing, iltimos deng. O'shanda sal bundoq gрамотныйligingizni tushunganingizni tushunadi. Bu organizmga kirgandan keyin zahar bo'lar ekan-ku deng. Shuning uchun bu narsani mana maqsadimiz birinchi narsa ximiyadan qochish. Kerak bo'lganda men ham yozaman o'rtoqlar, bilishadi, mana patsientlarim biladi. Kerak paytda men ham antibiotik yozaman, больницаga jo'nataman, zing'illab, tez больницаga yotinglar deyman. Men haligi hozir bundoq silab qo'yib ertaga tuzalib ketasan deydigan odam emasman. Men vrachman, shifokorman. Kerak bo'lganda больницаga yotqizamiz, ukol ham, boshqasini ham, kapelnitsa ham beramiz. Faqat ko'p emas. Maksimum bitta yo ikkita. Ko'p mumkin emas. Chunki bu organizmga kirgandan keyin ximiyaviy birikmalar paydo qiladi. Ozgina ehtiyot qilinglar. Xo'p, birinchisi shu. Xo'p, endi men tabobatni o'rgandim. Qarasam, o'sha paytda Ibn Sinoning kitoblarini o'qisam, bir paytda hamma joyga davo bo'lar ekan. Alloh yaratgan giyohlar. Mana ko'pchiligiga o'qib beraman. Mana shu kitobchani xohlaganini olib o'qib berishim mumkin. Mana shu mana qora sedana bo'ladimi, lavzeya bo'ladimi, sigir quyruq bo'ladimi? Mana sigir quyruq, karavyak degan giyoh. Mana shu kitob bir 30 yil oldin, 33 yil oldin o'qib chiqqanman. Mana bitta sigir quyruq. Internetga kirib sigir quyruq yoki karavyak deb yozinglar, chiqib keladi hammasi. Nima deyapti Ibn Sino? Ibn Sino sigir quyruqni asalga aralashtirib, bargini maydalab, har xil teridagi ishlar, damlamasi tish og'rig'i, nafas olish a'zolari shamollashi, surunkali ichib ketish, baraka topkurlar, nafas olish qattayu, ichak kasalliklari qatta, ichib ketish, har xil teri kasalliklari, nafas yo'llari, tomoq shamollashi, entikib nafas olish, bir xillar nafas ola olmaydi, nafas qisish, astma. Xo'p, yana aytilgan yurak kasalliklari, o'pka sili, tuberkuloz. Xo'sh, yana nima? Shirincha, hali badanda toshib ketadi, qizilcha, teri kasalliklari, yaralarni nom nishonsiz yo'qotib yuboradi, asab xastaliklari, haddan tashqari ozg'inlik, tutqanoq, miyaga o'tib ketdi, zaxm, ayollarni tanosil kasalliklari, jenskiy kasalliklar, tutqanoq qattayu, ayollarni, masalan, yoki erkaklarni tanosil kasal, jinsiy kasalliklari qatta. O'ylab ko'ringlar, buni hozir men tushuntirib beraman, nimaga unaqa. Bu meni gapim emas, bu Ibn Sinoni yozib ketgan gaplar. Mana shu chizilganlar hammasi o'qib berayotgan kasalliklar mana. Mana shu bitta sigir quyruqni qo'yotgan ish. Men bu yog'ini hali o'qimadim. Xo'p. Bovosir, gemoroy. O'sma, onkologiya, oyoq mushaklari tortishishi, nafas yo'llari shamollashi, zotiljam, pnevmoniya, o'pka sili, tuberkuloz, nafas qisishi, astma, me'da ichak kasalliklar, jigar, taloq, buyrak, siydik yo'li, siydik qopi kasalliklari, tutqanoq, bovosir yana yozyapti, teri kasalliklari, teri yorilishlari. Xo'sh. Yana nima deyapti? Har xil mana juda ko'p kasalliklarni nimalari yozilgan. Juda ko'p kasalliklarda yozilgan. Mana shu ikki varro mashti, yana bu yoqda, yana mana orqasida ham joy bor. Qizuvligi bu keyingi giyoh, solab degan giyoh ekan. Yatrishnik, ko'pchilik biladi yatrishnikni. Buni ham agar internetda o'qib ko'rsanglar sevib qolasizlar. Mana qizuvligi insonni, bu giyohlar shunaqa mukammal narsaki, Alloh yaratgan narsa, insonni baravar miyadan tanosil kasalliklarigacha, jigar, taloq, qandli diabet, bitta bor, yurak kasalliklari hamma joyi baravar tuzatib, nojo'ya ta'siri yo'q. Aptekani dorisiga o'xshab, inson o'ylab topgan narsaga o'xshab. Ya'ni Alloh taolo mukammal yaratgan bu nabototlarni, giyohlarni bizaga shifo qilib. Zarar yo'q. Bu sigir quyruq ham ukropga o'xshagan o't. Mana ukrop har kun yesa bo'ladi-ku, baraka topkurlar, to'g'rimi? Ukrop yeymiz. Voy, bir dorivor giyoh yeyapmiz deb yemaymiz. Ukrop ham sigir quyruq, ramashka, palon-pistonga o'xshagan o't, u ham yerdan chiqqan o't. Har kun yesa bo'ladi. Shifo faqat. Faqat ukrop, petrushka, ko'k piyoz,
yana nimalar bor? Selderi, rayhon, karom, rukola, bu o'tlarni mazasi shirin bo'lgani uchun biza salat qilib yeyishga o'rgandik. Lekin boshqa giyohlar, minglab giyoh bor. Ibn Sino kitoblarida yozib ketgan minglab giyohlar bor. Bular xuddi shunaqa petrushka, ukropga o'xshaydi, lekin bular ozgina taxir, achchiq bo'ladi, taxir bo'ladi. Qalampir munchoq yeb ko'rgan bo'lsanglar kerak. Bir xil aytadi, og'izga tashab yurish kerak. Ming dardga davo. Qalampir munchoq, lekin juda achchiq. Kuydirib tomog'ingizni yoki boshqa nimalar. Giyohlar bir xillar bor, umuman yemaysiz. Zanjabil masalan kuydirib. O'shaning uchun biza buni har kun yeb o'rganmaganmiz. Ukroplarni yeymiz lekin. Bir dorivor giyoh deb yemaymiz. Na samom деле ukrop ham mana shu boshingizdan oyoq ming dardga davo. O'pkangizga ham, siydik yo'llariga hamma biladi, o'sha petrushkalarni agar o'qisangiz, oddiy petrushka-yu, lekin pochkadagi toshlarni, tuzlarni, o't qopidagi tuzlarni kerak bo'lsa tozalaydi. Juda ko'p foydalari katta. Xo'p, nima uchun giyohlar mana shunaqa boshdan oyoq baravar ta'sir qiladi? Bunaqa aptekani dorisi yo'q. Chunki tarkibida 500 ga yaqin moddasi bor. Bu nima? Hamma kerakli tabiiy vitaminlar, mineral, mikroelementlar, efir moylari, aminokislotalar, saponin moddalari mikrob qurtlarni o'ldiradigan. Qarab o'tirmaydi. Alloh yaratgan giyohlar qurtlarni turiyu virus, bakteriyaga qaramaydi. Hozir masalan aptekada bilasiz, bakteriyaga faqat antibiotik. Virus bo'lsa faqat virusga qarshi. Zamburug'ga faqat zamburug'. Uni ham 1000 ta zarari bor. Lekin Alloh yaratgan antibiotiklar qarab o'tirmaydi. Hammasini qirib tashlaydi. Qurtni ham o'sha oddiy zanjabilni oladigan bo'lsangiz yoki qovoq urug'ini oladigan bo'lsangiz yoki qora sedanani oladigan bo'lsangiz, bu qarab o'tirmaydi. Любой virus, qurt, parazit hammasi chidamaydi, hammasi o'ladi. Demak, organizmni tozalaydigan o'sha saponin, efir moylari bor. Rakka qarshi bioflavonoid moddalari bo'ladi. Ba'zi giyohlarda 300 ga yaqin turi bo'ladi. Turlari ko'p bularni, bioflavonoidlar. Buni nomlari bor, ularni hozir boshinglarni qotirmayman. Mana shunaqa giyohlarning zo'rligi baravar tuzatadi. Men o'sha 20 yil, 30 yil oldin odamlarga berganda, odamlar keldi. Naymbey, bolam, nima berding? Faqat vaqt kerak. Giyohlar davolaydi vaqt bilan. Kelardi, men aytardim, 5-6 oyda kelasiz derdim. Kelardi, Naimjon nima berdi? Ya nima bo'ldi? Otaxon desam, terim yaxshi bo'lib qoldi, teri kasalim, lekin sahrim tushdi. O't qopim og'rimay qoldi, pochkam yaxshi bo'lib qoldi. Pochkadan toshlarim bor edi, tushibdi. Qarasam yaqinda tekshirdim, yo'q. Prostata bor edi, kechasi bilan siyib chiqardim, kattaladi bo'ladi. Oyog'im og'rirdi, to'liq siyomasdim, zo'r bo'lib qoldi. Oyoqlarim og'rimay qoldi, davleniyam chiqmay qoldi, yuragim bezovta qilmayapti, nafasim yaxshi bo'lib qoldi. Mana shunday qilib odamlar baravar rostdan ham tuzalishni boshladi. Ibn Sino aldamagan ekan, rost gapirgan ekan. Kitoblarida bor. Xohlagan kitobingizni, kitob kerak emas hozir, Google ga kiring, любой giyohni yozing, o'qib любой giyohni sevib qolasiz. Mana qilib yuzlab odamlar tuzalgandan keyin birovga yordam bersangiz, Alloh sizga qaytarar ekan 100 barobar qilib. O'sha payt ko'nglimga keldiki, men nima qilaman, kasal bo'lib, keyin sigir quyrug'i ichib degan fikr kelib qoldi masalan. Tayyorladim, ichishni boshladim. Alhamdulillah, mana hozir maşallah 33 yildan beri men bir gripp bo'lib yotganimni eslolmayman. Yoshim hozir maşallah 56-57 ga ketyapman. 56 yoshda grija bo'lish, osteoxondroz bo'lish, oyoq qarsillash, yo hansirash, yo davleniya bo'lish, yo yurak kasali, yo bir balo bo'lish shart emas ekan. Soppa-sog' yursangiz bo'lar ekan. Bolalarga berdim. Umuman kasal bo'lmay katta bo'lishdi. Больница bilishmadi. Uydagilar, opam, akalarim, opamni taniydi mana ko'pchilik. Alhamdulillah, mana 60-yillar masalan mashinaga o'tiradilar, ketdilar. Toshkentdan Qashqadaryo, Surxondaryo ketib boradilar. Bu xavotir olib, mashinada rulda ketyaptilar, nima bo'ldi degan fikr ham yo'q bizda. Bizlar uchun opam 40 yoshli ayolda ham nima deydi, yoshroq deb hisoblaymizda. Sog'lom yursa bo'lar ekan. Endi o'zimiz sog'lom yurib hech kimga yetmay yursak ham bo'lardi-yu. U ish emas. Albatta biza bo'lishimiz keladi vrach sifatida bu narsalarni
Mana sizlarga bugun yetkazib berayotgan joyim. Nasib bu ham hammaga emas. Katta olib qiladiganlar bor. Ha bo'pti-da, gapiraveradi deb doktor deydiganlar ham bor. Hammaga hamma narsa nasib qilmaydi. Shuning uchun ertaga даже sizlar ham kimlargadir yaxshi narsalarni yetkazganinglarda eshitmasa xafa bo'lib yurmanglar. Chunki men aytaman, nasib emas. Nimadir qilib qo'ygan, kimdir haqqini yeb qo'ygandir, kimgadir yomonlik qilgandir. Alloh nasib qilmayapti. Uzoq yurishi, sog'lom yurishi, kasaldan qutulishi nasib qilmayapti. Nima qilasiz xafa bo'lib? Etdingiz, ajringizni oldingiz. Etmaganingizda mayli edi. Masalan, siz etdingiz, yetkazdingiz. Yog'i berish, bermaslik Allohning qo'lida bo'ladi. Qalbini ochish, ochmaslik Allohning qo'lida bo'ladi. Xo'p. Demak, mana bu sizlarga aytib bergan narsam bu 30 yil oldingi gap bu kitob. 30 yil oldin mana shu o'qib chiqqan kitobim. 30 yil oldin uyda o'tirib butun respublikaga televizor xohlagan paytingda soat 8 da chiqib yo 8:30 da chiqib televizorda bemalol xohlagan paytingda o'zing gaplashaverasan odamlar bilan. Xohlagan paytingda chet el bilan gaplashasan, Amerika bilan gaplashasan televizordan turib deganda nima qilardi? Tomi ketib qopti deb bir narsa qilardi. Bo'lishi mumkin emas deb hisoblanardi bu narsalar. Mana hozir texnologiyalar bemalol uyda o'tirib dunyo bilan gaplashadigan vaqtimiz kelib qoldi. Meditsina ham turib qolmagan, meditsina ham qotib qolmagan, yangi texnologiyalar chiqaveradi. Men alhamdulillah masalan qotib qolmaganman. Mana nimaiki yangilik kelurdim shu paytgacha 30 yil ichida. Molekulyar texnologiyalar chiqdi, keyin nano texnologiyalar chiqdi. Har xil texnologiyalar bilan ishladim chet elda ham. Lekin mana O'zbekistonda hozir 3 yil bo'ldi, eng oxirgi texnologiya bilan ishni boshladik. Bu accumulate assay degan texnologiya. Bu nima degani? Bizda kasal joylarimizni potensiali zaryadi plyusga aylanib qolar ekan. Bu olimlar hammasi isbotlagan, yapon olimlari topgan yangilik. Internetga kirib, organizmda, endi ko'proq ruscha qidirsanglar bo'ladi, organizmda ionlar, ioni в organizme yoki anioni, kationi в organizme desangiz, polniy maqolalar chiqadi. Men buni o'sha 3 yil oldin o'rgangandan keyin o'qishni boshladim. Yapon olimlari buni topgan ekan. Demak, kasal joylarda hujayralarning potensiali plyusga aylanib qolar ekan. Bu yapon olimlaridan keyin Italiya olimlari mana shu boyaga men sizlarga o'qib bergan giyohlarga, Ibn Sino retseptlariga, 2000 yillik, 5000 yillik tabobat Tibet, Ayurveda tabobatlariga yozib ketilgan giyohlarga molekulasiga minus zaryad berishni o'rganishdi. Shuni kashf qilishdi va albatta bu kashfiyotni avtorlik huquqi bilan o'zlarini himoya qilib olishdi. Avtorlik huquqi degan narsa bor. iPhone'ni hamma ham iPhone qila olmaydi. Nima uchun? iPhone qimmat bo'lsa ham, lekin odamlar iPhone oladi. Krutoy bo'lgani uchun emas, uni krutoy joylari bor. Buni hech boshqa kompaniya qila olmaydi. iPhone'dagi bor narsani boshqa kompaniya qila olmaydi. Qilsa milliardlab jazoga tortib sudga berib yuboradi. Avtorlik huquqi bor. Xuddi shunaqa bu yerda ham avtorlik huquqi accumulate assay texnologiyasi olingan. Demak, nima qilishdi bular? Giyohlarni xuddi Ibn Sinoga o'xshab qiyomga aralashtirib qo'yishdi. Ibn Sinoda damlama ko'rmaysiz. Mana bir xil aytadi, ramashkani damlab ichaman, kiyik o'tini damlab ichaman deydi. Yaxshi. Lekin damlaganda boyaga men aytgan sizlarga ichidagi 500 ta moddadan bir 90% parchalanib yo'q bo'lib ketadi. O'shaning uchun Ibn Sino shunchalik aqlli inson bo'lganki, damlama degan gap yo'q Ibn Sinoda. Hab dori yasaganlar. Tuyib, mayda kukun qilib, tahir bo'lgani uchun ko'ngilni ayntvoradigan giyohlar bor. Uni icha olmaydi odam. Qiyom eritib, qiyomga aralashtirib yoki asalga aralashtirib hab dori yasaganlar. Habba degani arab tilida tabletka degani. Bu yerda ham xuddi shu Italiya olimlari boyaga achchig'i chiqmasligi uchun molekulasini saqlagan holatda, membranasini saqlagan holatda qiyomlarga aralashtirilgan draje qilishgan va asosan tilli tegidan so'riladigan qilgan.
Nima uchun tili tegidan? Bilasizlar, infarkt, insult bo'lganda yoki davleniya chiqqanda doktorlarimiz validol, nitroglitserin yoki haligi farmadipin har xil dorilarni nima qilamiz? Tili tagiga tashab qo'yadi doktorlar. Nima uchun? Tez ta'sir qiladi. Sirrazu qonga ketadi, yuragiga yetib boradi. Bu yerda ham xuddi shu ish qilingan. Demak, og'izga tashab so'riladigan qilgan. Oshqozon doktorlarimiz bor, bilishadi, oshqozon ichak bilan bog'liq emas. Chunki oshqozon yallig'lanib, ichaklar yallig'lanib yotgan bo'lsa, hazm buzilgan bo'lsa, dori ta'sir qilmaydi. Ko'p doktorlar biladi. Nima uchun bir xil kasallikda kimgadir zo'r ta'siri bor, antibiotik kimgadir ta'siri yo'q. Chunki bittasida so'rilish yaxshi, bittasida so'rilish yo'q. Shundoq kiradi, shundoq chiqib ketadi. Foyda qilmayapti deydi bir xil dorilar. Shuning uchun bu yerda shuni oldini olib, og'izdan so'riladigan draje shaklida qilingan. Mana shunaqa drajelar bo'ladi. Maza qilib ichib yuramiz o'zimiz. Korobkalari juda chiroyli. Mana, например, Hart men o'zim ichib yuraman. Juda sifatli korobkalarda qilingan. Buni farmatsevtlarimiz bo'lsa biladi. Bu korobkasini o'zi Finlandiyada zakaz qilinadi. Oq ekologik qog'oz, ya'ni organik qog'oz, yerga ko'msa tuproq bo'lib ketadigan qog'oz. Ichida hamma shtrik kodlari, boshqalari bor. Ichida ustida mana hamma sertifikatlari bor. Mana halol sertifikati ham bor. Spetsial islom davlatlari uchun sertifikat shtrik kodlardan bemalol nimani qo'yib o'qisa bo'ladi. Shtrik kod o'qiydigan programma bilan ichida qog'ozlari bor. Dunyoni hamma tilida qisqacha ma'lumot berilgan. Buni ichida o'zbek tilida ham bor. Chunki o'zbek tiliga bu qonuniy kirib keladi. Bu mahsulotlarni bitta-ikkitasini ko'rsatib beraman. Ja, uzoq vaqt olmaymiz. Demak, mana misol deylik, ko'p ota-onalar yaxshi ko'radigan milk mahsulotimiz. Mana tarkibida ko'ryapsizlar, qalampir munchoq, qovoq urug'i, zanjabil, koritsa, dolchin deydi, kurkuma deydi, papaya, ramashka, sviti degan, pijma, pajitnik degan juda kuchli giyohlar, 20 xil giyoh bor. Bu nima uchun? Multisystem deyiladi. Buni asosiy yo'nalishi bolalarda yoki kattalarda qurtlarni tozalaydigan mahsulotimiz hisoblanadi. Tarkibida 20 ta qurtni o'ldiradigan giyohlar bor. Juda mazali, bolalarga berasiz, maza qilib ichadi. Mana bunaqa korobkada hozir ko'rsatdim sizlarga. Mana bunaqa tabletkalar bo'ladi. O'zim ichib yuraman. Demak, juda mazali, bolalar yaxshi ko'rib o'zi ichadi, qurtlarni shunaqa mazaliki, lekin bola ichgandan keyin qurti o'zi mana ota-onalar aytadi, minglab bizada hozir 3 yil ichida minglab odamlardan biza rahmatini eshityapmiz. Bolalari rangi ochilib, bir haftada qurti tushib qoplari bilan bir xil aytadi, Naim aka bir konfetga o'xshaydi, shunchalik kuchlimi deydi. Baraka topib deyman, buni tarkibida qurtni o'ldiradigan 20 ta giyoh bor. Shuning uchun natijasi juda tez, bolalarda juda bilinadi. Bir haftada rangi ochiladi. Endi nima uchun buni berish kerak? Yana bitta narsa, mana shu bugun eshitgan narsalarni yozinglar, odamlarga yetkazinglar. Aptekani qurt dorisini bolaga berib zaharlamasin ota-onalar. Ko'ryapmiz, foydasi yo'q. Foydasi 0. Ishonaveringlar. Masalan, o'sha albendazol 0 deganda hozir tushuntirib beraman. Zaril bo'lganda uni beramiz antibiotiklarga qo'shilib. Lekin qurt deganda foydasi yo'q. Nima uchun? Aptekani dorilari o'sha albendazol, metrendazol, gelmintox, vermox degan har xil dorilar bor. Mana bularni o'zi asosan beriladigani 3 kun, 5 kun beriladi. Nima uchun? Zahar bo'lgani uchun. Bularni agar ichidagi qog'ozini o'qisangiz qo'rqib ketasiz. Jigar, pochka, taloq, oshqozon osti bezi, suyakni iligi miyagacha ta'sir qiladi. Qon tomirlarini dabdala qilib tashlaydi. Juda ko'p zarari, oqibati ko'p. Shuning uchun ko'p berib bo'lmaydi buni. 3 kun beramiz. 3 kunda to'g'ri dorini zaharidan hamma qurtlar achchig'idan chiqib ketadi, o'lib chiqib ketadi. Bola rangi ochiladi. Hali zaharlanish kamaygandan keyin, chunki qurtlar prosta tak o'tirmaydi. Qurtlar o'tirib ovqat yeydi,
o'zidan axlat chiqaradi, axlat qonga so'riladi, bolani zaharlaydi va ikkinchisi bolani ichida milliardlab o'ladi qurtlar, sasiydi. Bola sasigan go'sht yeganda otravleniya bo'ladi. O'shaning uchun qurti bor bola kechasi tishini g'ichillatib, o'janay bo'lib, ertalab boshi og'rib turadi. Miyaga achigan qon kelgandan keyin. Sassuxonaga kimnidir yotqizib qo'ysa, qanaqa turadi? Miya dam olib turadimi? Bachiq joyda. Boshi og'rib qusib turadi. Bola ham xuddi shu holatda turadi, boshi og'rib. Asabiy bo'ladi. Darsi o'qolmaydi. Baraka top bitta to'rt qator she'ri yodlolmaydi. Nimaga yodlolmaysan deb urishamiz. Kirmaydi miyasiga, chunki miya dam olmagan. Undan keyin har xil kasallik. Ishonaveringlar, mana shu oq dog'lar pest deydi bizada, vitiligo deydi. Xuni eshitiladi-yu, vitiligo degani. 95% qurt. Astma. Bolalarda 95% o'sha qurtdan bo'ladi. Gapirolmay qolishi, bo'ydan qolib ketishi, kamqonlik, buqoq, da millionta kasallik. Ana shu qurtlarning turi bo'ladi. Gepatit berib yuboradi. Har xil kasallik chaqiradi qurtlar. Endi haligi aptekan dorisini berdingiz, qurt tushib ketdi, bola sal ishtahasi ochiladi. Doktor keyin aytadi, "Olib kelinglar axlatini" deydi. Chiqmaydi. Mana bolangiz tuzaldi deydi. Xizmat qiladimi bolani qiynab? Kerak emas, bolani unaqa stress qilmaylar. Foydasi yo'q. Nega foydasi yo'q? Qurt tushib ketadi, tuxumi qolib ketadi. Tuxumlaridan har xil turi bor. 1 oydan 4 oygacha pishib chiqadigan qurtlar bo'ladi. Bilaman, lambilarniki 120 kunda ochiladi. To'yis bu bergan 3 kun berdingiz dori chiqib ketdi, 4-kuni toza joyga milliardlab chiqib keladi yana. Bir haftadan keyin axlat topshiring, ichi to'la yana lambilar bo'ladi. Befoyda. Bolani zaharlaganingiz qoladi-da. Shuni iltimos bermanglar, bolalarni zaharlamanglar. Alloh yaratgan giyohlarni, mevalarni zarari bo'lmagani uchun bularni bemalol 4 oy, 5 oy beraverasiz. Mana shu bugun qurt chiqdi, o'ldi. Nima uchun men ichaman? Bir xil aytadi, "Nima ekan men ichasiz o'zingiz?" Men ko'chada ovqatlanaman. Salat yeymiz ko'chada, restoranga boramiz, xudo biladi qanaqa yuvgan. To'yga boramiz, bir narsa yeymiz, shashlik yeymiz, nimadir yeb qo'yamiz ko'chada. Ana shu menga tushganda joyda men o'ldirib yuboraman. Hali ko'paymasdan, bolalamasdan oldin joyida mana bu 20 ta giyohni ichaman. Bo'ldi, hammasi qurib tushib ketadi. Bular hali ko'paymasdan oldin ichib yuraman. Juda ko'p kasalliklarda bu yana biza yaxshi biladigan, hozir doktorlarimiz biladi, torch infeksiya degan infeksiya bor. Любой doktordan so'rang, torch infeksiyani tigi bilan yo'qotsa bo'ladimi deyin, yo'q deydi. Yo'qotib bo'lmaydi deydi. Nega degan savol yo'q. Opet savol, antibiotik 1 hafta beriladi. Undan ko'pi уже dabdalasini chiqaradi odamni. Mumkin emas. 1 hafta antibiotik ichganda mikrobni 10% o'ladi, 80-90% qolib ketadi. Odam sal yaxshi bo'lib qoladi, shamollashib ketadi. Ayollarda tuxumdonlar yaxshi bo'lib qoladi, sal pochkalari shamollashib ketadi, oyoq og'rishlari kamayadi, juda ko'p kasal chaqiradi. Torch infeksiyalar. 1 oydan keyin yana boshlab keladi. Nima uchun qolib ketdi infeksiya? Bularni ham yo'qotishga men hozir 30 yildan beri shu sohada ishlayman. 6 oy kamida kerak. Lekin 6 oyda любой organizmdagi virus, bakteriyani qirib, tigi bilan yo'qotib yuborsa bo'ladi. Allohning bergan antibiotiklari bilan, mana bu zanjabil, Covidda hamma ichdi-ku. Hech kim birorta doktor sporit qilmadi-ku, imbir ichmalaring deb. Doktorlarning o'zi ichdi imbir qilib. Quritib yubordi-ku o'sha Covidlarni, foydasi bo'ldi-ku. Magazinda qolmadi imbir. 5000 so'mga hech kim olmasdi, 150 mingga chiqib ketdi Covid paytida zanjabil. Nima qilasiz? Kasallik kutib. Qachon menga bir virus tushar ekan, joyida bitta ichib qo'ying. Har doim ichish shart emas, lekin bir choy to'g'ri ichib oling, hammada qurt bo'ladi. Yosh kattalarda ham qurt bor, ishonavering. Hammada qurt bo'ladi. Qurtmagan yo'q, o'zi yo'q. Bir Farg'onada bir katta bolnitsada hozir shu prezidentimiz farmonlari bilan bolnitsalarda leksiya o'qiymiz xalq tabobati bo'yicha. Joy borsam bir kattaroq doktor qarab, "Naimbeja oshirib yubordingiz" dedilar. Nimaga aytsam, "Ay endi biza doktorlarda qurt nima qiladi" dedi. Yosh katta odamda, "Hoji aka" dedim. "To'yga borasizmi?" dedim. "Ha." "Restoranga borasizmi?"
salat yeysizmi, svejiy salat dedim. Ha, qanaqa yuvganini ko'rganmisiz desam, deb qoldi ekan. Rostdan ham men ko'rganman, ishonaveringlar. Ikkita mamdo bog'i olib keladi, 2 marta suvga chayida olib kelaveradi. Bo'ldi, kirdi odam ichiga. Qurt bo'ladi ularda. Shuning uchun buni hammada bo'ladi. Deyarli 100% bo'ladi. Ko'chada shashlik yeymiz, xom go'shtlardan ehtiyot bo'linglar. Xom baliq, selyotka, o'zimizcha restoranlarga borib selyotka, podshubi, qurtni ini bo'ladi. Sushi, qurtni ini bo'ladi. Pishirilgan sushi bo'lsa yeyinglar. Pishmagan baliqda 100% qurt bo'ladi. Shuni ham ehtiyot bo'linglar. Pishmagan konserva baliqlar bitta qo'rvoringlar, iloji boricha yog'da bo'ladi, tomatda bir amallab konserva yegingiz kelsa ham bitta termichskiy 10 minut qovurib yorsangiz, tuxumi parchalanib ketadi. Konservada ham o'lmas ekan tuxumi. Qutib yotar ekan organizmga tushishi. Yoki kopchoniy baliq dudlaganda o'lmaydi tuxumi. Ko'rganlar bo'lgan uni. Yo haligi quyoshda mundoq qarasam deydi, ichi to'la qurt. Uni qaramaymiz-da, chap olib maza qilib yeymiz. Yemay qo'yganimga 30 yil bo'ldi kopchoniy baliqni. Luboy baliq, luboy go'sht yaxshilab qovurib, shashliklar, jigar shashlik selida xomroq ketdi qurt, qolib ketadi ichida. Ko'rinadigan qurt bo'lmaydi, mikroskopik qurtni tuxumlari bo'ladi, ko'rinmaydi ular. Ayollarimiz, sizlardan iltimos, qiyom qilgan, nima deydi, go'sht farsh qilasizlar-ku, nima deysizlar? O'shani farsh qilganda yalab ko'rmanglar. Ketdi qurt. Xorazmda mana ko'p boraman, juda ko'p qandli diabet, juda ko'p sirroz, gepatit. Nimaga? Aparatimiz bor, borib tekshirganda chiqib keladi. Anaga apistorx degan qurt. Qatdan tushadi, xom go'shtdan. Ular haliga itjon degan go'sht yerkan ba'zi joylarda, Xivada yaxshi ko'rishadi. Haliga bolg'a bilan maydalab yeyishadi. O'shaning uchun xom go'shtlardan ehtiyot bo'linglar. Hech qachon hamma go'sht qovurilgan, pishirilgan holatda bo'lsagina yeyinglar. Gamburgerlarda ham qolib ketadi, pish qilib ikkita tomonni qovurib beradi, ichida ozgina xom bo'lsa tuxum qolib ketadi. Endi ba'zi qurtlar o'sha jigar kasalligi, sirroz, pankreatit bo'lgandan keyin qandli diabet kelib chiqadi. O't qopini qiyshaytirib, dimlantirib, toshga olib keladi. Mana shu. Demak, bularni yo'qotishga 4 oy 5 oy vaqt uzmasdan ichish kerak. Uning uchun doringiz bezarar giyohlardan tayyorlangan bo'lsa, bemalol ichsa bo'ladi. Har xil yo'nalishda endi mahsulotlarimiz bor. Endi biri-birini ko'rsangiz sevib qolaverasizda. Mana Brain degan mahsulotimiz bor. Asosan miya kasalliklarida. Ternera Amazoniyada o'sadi. Amazoniyada 80 yoshda 20 yoshli ayollarga uylanib ketaverar ekan. Farzandli bo'lar ekan. Bizda ham bir paytlar bo'lgan 80 boy, 90 boylar. Hozir esdan chiqdi bu narsalar. Bitta ham rak kasalligi, bitta ham qandli diabet kasalligini topishmagan doktorlar bor. Buni internetda o'qinglar, Amazoniya. Doktorlar borib topolmagan. Yosh yurar ekan 80 yoshda. Bu nima ekan? O'sha Amazoniyada Ternera degan giyoh bor. Mana shuni pastayanni bular shu bizga choyga o'xshab yeb yurar ekan. Haligi ukrupga o'xshab yeb yurar ekan ovqat qilib. Chernika bor. Ko'z kasalliklarida bizdan doktorlar beradi. Nimalar bor yana buni tarkibida? Mana ashvagandha bor. Vitaniya deydi. Ashvagandha internetga kiringlar, sevib qolasiz nimaligini. Tibet tabobatida Ayurvedada 2000 yil oldin yozib ketgan. Podshohlargina ichib yurgan ekan ashvagandha. Ginkgo biloba aptekada sotadi. Miya kasalliklari, doktorlar biladi. Xotira, uyqu buzilishi, asabiy bo'lish, ming xil kasallikda bu ginkgo biloba beriladi. Insult holatlarida beriladi. Eleuterakok, limon, sparja, zanjabil betda ham, chernika, kurkuma, zarcheva rak kasalligini yo'qotaveradi. Jenshen bor. Mana 20 xil, bu ham почти 15 xil giyohdan qilingan. Brain bu asosan o'sha miya holatlarida ichiladi. Mana bunaqa korobkada bo'ladi. Mana korobkalarni endi ko'ringlar sifatini. Juda sifatli, bu qog'ozlarini o'zi sifatli. Bunga mana farmatsevtlar bor, katta kompaniyaning menejerlari ko'rishyapti, "Naymaka korobkasi zo'r ekan" deb. Mana korobkani chiqarishi o'zi emas. Bunaqa sifatda. Xo'p. Har xil yo'nalishlar bor. Mana o'sha yurak, qon tomir kasalliklari, men o'zim ichib yuraman. Grow immunitetga hozir virusda ko'payib ketgan payti. Ichasiz shamollash yo'qotadi. Hyper mana jigar kasalliklari. Relax asablarga juda zo'r. Beauty bizani eng yaxshi ko'rgan dorilarimizdan bittasi.
mahsulotlarimizdan bittasi beauty. Voy, bu ming xil dardga davo. Mana shunaqa har xil yo'nalishda mahsulotlar bor. Mana bu yerda korobka turadi bizada. Bolalarimiz olib, ichib ketaveradi. Demak, bu insonni mana shu yangi texnologiyalar zo'rligi nima uchun bular zo'r? Chunki bularni analogi yo'q. Bu texnologiyani analogi yo'q. Nima uchun men bu mana shu tashkilotda tanladim? Chunki bu yerda mahsulotlar juda ko'p plyuslari bor. Analogi yo'q. Demak, bunaqa mahsulotlarni qiziqib keladiganlar bor. Masalan, kelishadi, Naimbek aka bizani mahsulotlarni reklama qilib keladi, o'zini boshqa tashkilotlar, boshqa kompaniyalar keladi, ularga bunaqa tabiiy giyohlarni biladigan doktor kerak. Bolnitsalarga borib leksiya o'qiydigan. Har xil va'dalar bilan kelishadi. Masalan, men aytaman, nima farqli tomoni bor? Yaxshi ekan, mahsulotlarni ko'rib chiqaman. O'zi yomon mahsulotni o'zi yo'q. Ko'rib chiqaman, nima farqi bor boshqa kompaniyalarga desam, bizaniki zo'rroq deydi. Yo, to'xtab tur deyman. Hamma kompaniyaniki zo'r. Birorta kompaniyani yomon degani o'zi yo'q. Farqi nima desam keltirib bera olmaydi. Farqi yo'q. Hammasi badla, biyadabavka deydi. Bizaniki plyus tomonlari. Demak, bu biyadabavka emas. Bular nutritseptik deydi. Biyadabavkalarni dabavka bo'lgani uchun qo'shimcha, biologik aktiv qo'shimcha. Tabiiy narsalarga qo'shimchalar qo'shilgan bo'ladi. Kalsiy, magniy, qanaqadir vitaminlar qo'shiladi. O'shaning uchun определенный dozirovkada qo'shiladi. O'shaning uchun bularni qarama-qarshi ko'rsatmalari bor. Yozib qo'ygan korobkasiga 12 yoshgacha mumkin emas. Chunki o'sha qo'shilgan kalsiy 12 yoshli bolani o'sayotgan suyagini qotirib qo'yishi mumkin. O'smay qolishi mumkin. Homiladorga mumkin emas, emizikliga mumkin emas va qo'shilgan boyagi vitaminlari ba'zi kasalliklarda mumkin emas degan joylari bor. Ba'zilarni sal ehtiyot qilib beriladi. Bu bizning mahsulotlar nutritseptik deydi. Nutritseptik nima degani? Toza mevalarni ekstrakti eng foydali joyi. Allergenlari tozalangan, ximiyalari tozalanib, eng toza joylari, kerakli joylari olingan. Demak, toza mevalar. Ko'p doktorlar telefon qiladi, Naim aka, nima doringiz deydi, onkologlar masalan. Men aytaman, meva ekstraktlari, nutritseptik ham yaxshi ekan deydi. Kasalingizga meva mumkinmi desam, biza ko'proq meva olib kelinglar deyishadi. Demak, bizanikilar shu plyus tomoni, qarama-qarshi ko'rsatmalari absolyut yo'q. Chaqaloqqa ham meva bersangiz bo'ladi, homilador ham, onkologiyada ham ko'proq meva yeyish kerak. Olma, uzum, nok bolnitsaga olib kelinglar deydi doktorlar. Banan olib kelinglar deydi. Ko'proq meva yesinlar deydi. Onkologiyada. Alloh asrasin. Bizlarga xuddi shu mevalar. Demak, birinchisi qarama-qarshi tomonlari yo'q. Ikkinchisi akkumulyator texnologiya. Boyaga men sizlarga aytgan minus zaryad plyussi borib yopishib fokusirованно davolayapti va natijasi juda tez bo'lyapti. O'shaning uchun buni analogi yo'q, umuman konkurenti yo'q. Avtorskiy texnologiya, buni hech kim boshqa ishlab chiqaruvchi chiqara olmaydi, mumkin emas. Xo'p, yana nima? Bezararligi, natijasi juda tez bo'lyapti, alhamdulillah. Mana boshqa nimalarga nisbatan odatda u 4 oy, 5 oyda bo'ladigan natijani bizada 1 oyda ham, 1 haftada ham olayotganlar bor. Minglab natijalar gruppaga tashab qo'yaman, bir kanal qilganman, odamlar natijalarini aytgan, o'shalarni men tashab borganman. Xohlasanglar uni kirib 10 ta 20 ta natijalarni ko'rsanglar bo'ladi. Ko'rasizlar. Qanaqa zo'r natijalar beryapti. Natijalari zo'r. Xo'p, demak, bu birinchi nimasi, analogi yo'q zo'r mahsulotlar. Ikkinchisi, O'zbekistonga qonuniy, 100% qonuniy. Demak, 2017-yilda vakolatxona ochilgan, hamma ruxsatnomalar, litsenziyalar, Sog'liqni saqlash vazirligi, Gosstandart, boshqalar bilan bular hammasi qonuniy kirib keladi. Bular hammasi bizani o'sha hamma joyda, shaharlarda hattoki ofis ochgan bo'lsak, bu dokumentlar ramkalarga solib qo'yilgan, bemalol mana bu shtrix kodiga kameringizni olib borsangiz, bemalol buni
o'qisangiz bo'ladi. Hamma demak sertifikatsiyalari, ruxsatnomalari hammasi O'zbekistonni qonuniy bo'lib bojxona bilan, Minzdrab bilan kirib keladi. Dunyoning eng yuqori standartlarini olgan FDA. Ishoninglar, buni olish uchun 5 yil o'chirtda turiladi. Bu butun dunyoga o'tadigan Food and Drug Administration deyiladi. Juda qiyin. Bu oldi degani, demak butun dunyoga o'tadi degani. Yevropa standartlari xo'sh. Mana bu ham TÜV standart deyiladi, Yevropada, o'sha Avstriyada beriladi. Albatta bizga muhim ko'pchilik so'raydi, biron hayvon narsalar qo'shilmaganmi? Yo'q. Paspiska nima bilan, ro'yxat bilan halol, xalqaro halol standartini olgan. Juda qiyin bularni olish. Demak, O'zbekistonga qonuniy kelayotgani, vakolatxona borligi. Mana bu men uchun yana muhim. Noqonuniy narsalar bilan men ishlamayman. Demak, bular qonuniy, halol. Yana bitta plus tomoni, narxi mashaalloh ko'z tegmasin. Kecha yangi direktor bo'ldi bizada vakolatxonada. Xudo xolasa albatta tanishtiramiz. Juda yaxshi yigit ekan. Moskvalarda katta joylarni boshqarib kelgan yigit ekan. Tanish ham chiqib qoldi uzoq. Juda aqlli odam. Kecha ancha gaplashdik. Men aytdim, bizaga endi Lyubov Akbarovna ham qo'rqib ketmanglar, Lyubov Akbarovna ishlayaptilar. Ular asosan ekonomik tomonni, demak, o'sha narxlar, buxgalteriya, audit, soliq bilan ishlash, NDS, hamma налоглari bilan buxgalteriya va oyliklarni qonuniy tushishi bilan Lyubov Akbarovna shug'ullanadilar. Ular как finansiy moliya direktori bo'lib ishlayveradilar. O'zbekiston bo'yicha hozir yangi direktor tayinlanyapti. Hozir o'sha ishda, hozir yangi inson. Inshaalloh nasib qilsa 15-da men taklif qildim Farg'onaga. Katta tadbir qilyapmiz. Albatta harakat qilinglar, boradiganlar Farg'onada xohlasa ko'rishamiz. 15-ozgina qoldi. Muxlisaxon Qosimova ustozga, Nuriddinxon To'rayevga albatta chiqinglar, o'zinglarning ustozinglarga chiqinglar, Barnoxon Madaliyeva chiqib borishinglarni aytib qo'yinglar. Joy nima bo'ladi? Nima deydi? Limit joy chegaralangan. Albatta borishga harakat qilinglar. Bizani tadbirlar qanaqa o'tishini ko'zinglar bilan ko'rib kelasizlar. Farg'ona bizani tashkilotimiz shu yerda qilyapti. Bizani ustozlarimiz shu yerdagi. Xudo xolasa taklif qildim. Aka dedi, shanba kuni Polshadan mehmonlar kelyapti dedi. No, harakat qilaman borishga dedi. Agar shanba kuni men ishlarim bo'lsa tugatsam, yakshanba kuni 15-da albatta boraman dedi. Boring dedim, tanishib olasiz. Ancha bir soat gaplashib oldik. Men aytdim, bizaga dedim, nima deydi haligi ruslarda til deydi. Ya'ni bizani bazamiz baquvvat, shu paytgacha baquvvat bo'lib kelgan, bu yog'iga ham shu baquvvatlikni ta'minlab bersanglar biz ishlayveramiz dedim. 100% qonuniyligi, boshqa. Aka dedi, men shu 100% qonuniy bo'lgani uchun men ham prosta tak kelmadim dedi. Bu vazifaga tekshirib, keyin men ishni boshlayapman dedi. Yaxshi, aqlli, zo'r yigit ekan. Moskvada juda ko'p tashkilotlarni boshqargan katta direktor bo'lgan ekan. Juda толковый, juda gрамотный inson ekan. Bobur Azimov degan yigit. Inshaalloh nasib qilsa birga ishlaymiz. Hammasini kecha gaplashib oldik. Demak, bu yerda 100% qonuniy. Yana bitta narsa, mahsulotlarning narxi o'zgarmagan 2017-yildan beri. Bunaqasi yo'q. Mana bizaga hozir yangi hamkor bo'lganlar o'tiribdi bu yerda. Любой kompaniyada ishlagan bo'lsanglar, bilasizlar, dollar oshdi, mahsulotning narxi oshdi. To'g'rimi? 2017-yilda mahsulot dollar 6000 so'm bo'lgan. Internetga kirib yozib ko'ringlar. Dollar 2017-yil deylar, chiqadi. Kurs 6000 so'm bo'lgan. Bu mahsulotning narxi shu 6000 so'mda qolib ketgan. Hozir dollar 12000 so'm. Ya'ni mahsulotning narxi 2 barobarga oshishi kerak edi. Любой kompaniyada. O'sha dollar oshdi, oshib qo'yadi. Dollar oshdi, oshib qo'yadi. Tak, nima mikrofonlarni o'chiringlar. Bu yerda 2017-yildan beri 1 tiyinga narxi oshmagan. Alhamdulillah. Ko'z tegmasin, bu yog'iga ham shunaqa bo'lsin. Kecha boyagi direktorga ham aytdim. Bizani tez rivojlanishyapti.
rivojlan. Tak, anaqa adminlar qarab turinglar, nimani o'chirib turinglar mikrofonlarni. Bizani hozir tashkilotimizni, komandamizni tez rivojlanishiga sabab ham mana shu mahsulotlarni narxi ham o'zgarmagan, cho'nchak bo'lib turibdi. Xudoga shukr o'zgarmasin, mashalloh ko'z tegmasin. Mana shu katta plyus. Kecha o'sha direktorga yana между прочим aytib qo'ydim. Aka dedim, bizaga mana shu ham juda katta plyus dedim. Nimaga boshqa kompaniyalardan katta ustozlar komandasi bilan o'tib kelyapti. Chunki mamnundoq bo'ldi bu yerda. Ozgina dollar mundoq bo'ldi, yana narxi oshib ketdi. Endi odamlar o'rganuvdi, yana ertaga narxi oshdi. Kecha deylik 300 ming edi mahsulotning narxi, ertaga odamlar kelyapti, yana olamansa, uzr, endi bu oy 350 ming bo'ldi deydi. Sizlarga ham noqulay. Bu odamlar aytadi, voy, oshaverar ekanda. Endi dollar oshdi-ku. Mana bu yerda alhamdulillah 17-yil bo'lsa, hozir 8 yildan beri dollar 2 barobar oshgan bo'lsa ham mahsulotning narxi bir xil turibdi. Mana bu ham men uchun katta plyus. Endi hamkorlik programmasi bilan kelgan boshqa kompaniyadan o'tgan hamkorlarimiz bor. Bularga yana bitta plyusi, sizlar yaxshi tushunasizlar, marketing 2011-yildan beri, mana hozir 15 yil, 16 yildan beri o'zgarmagan. Faqatgina yaxshi tomonga, plyus tomonga o'zgargan. Juda ko'p kompaniyalarda marketing o'zgaradi, bir narsalar chiqadi, marketing o'zgarib ketadi, binar qiluvdi, endi pul beradigan paytda lineyni qilib qo'yadi, endi marketingimiz o'zgardi deydi. Nima uchun o'zgartiriladi? Pul 3 yilgacha o'sha kompaniyani kattalari soqqani qilib oladi. Pul beradigan paytda bundoq qarasa kattaroq pul ketib qolyapti, sekin marketingni o'zgartirib qo'yadi. Bir yangilik o'ylab topadi, bir narsa qiladi. Mana bu yerda professional bo'lsanglar tushunasizlar, marketing demak 2011-yildan beri 16 yil bo'lgan bo'lsa kompaniyaga, 15 yil bo'lgan bo'lsa, bir marta ham marketing o'zgarmagan. Faqat yaxshi tomonga o'zgargan, qo'shilgan, yangi oyliklar qo'shilgan. Olib tashamagan, yangi oyliklar qo'shilgan. Hozir bir O'zbekistonda otini aytmayman, Highway qiladigan katta kompaniya, yomon emas, yaxshi, masalan, o'ylaymanki legalni, lekin marketingida harom joyi bor. Uni men ustozlariga ko'rsatib berganmiz. Endi eshitgan eshitdi, eshitmagan yo'q. Mana endi hozir Xudoga shukr kelishyapti. Nimaga? O'sha arzimagan berayotgan pullarini ham kesib tashabdi. Bu odamlar jinni emas-ku. Shartda oldi-da, bor dedi. O'sha arzimagan 3% berar ekan, qanaqadir oyligini o'shani ham kesganiga Xudoga shukr, mana odamlar bizaga endi tushunib, bu yerda boshqacha ekan deb kelayotgan joylari. Marketing o'zgarmagani ham katta plyus, bilasizlar. Juboy kompaniyada 1 yilda 2 martalab, 3 martalab o'zgaradi. Nimani hisobiga? Pul bermaslik uchun, pulni kamaytirish uchun o'zgartiriladi marketing. Men bu sohada 2006-yildan beri ishlayman. O'shaning uchun ishonaveringlar, bu narsalarni men yaxshi tushunaman. Sizlarga hozir Dilnoza, Nuriddin, Muxlisaxonlardan so'raganimda, bugun asosiy kiradiganlar, demak, yangi hamkorlar bo'lganlar, boshqa joylarda ishlagan hamkorlar deb aytishdi. O'shaning uchun masala bilan ozgina professional darajada marketing to'g'risida gapirib beryapman. Marketingni yaxshilab o'rganasizlar. Marketing degani kimlardir yangi marta kirgan bo'lsa, bu bizani qanaqa yo'l, qanaqa nima qilganimiz bilan, nima mehnatimizga qanaqa oylik olamiz degan joylari bor. O'sha marketing deyiladi. Marketing plan deyiladi. O'zi marketing degani katta narsa. Bu ichida reklama ham kiradi, biz qilayotgan ish, boshqa ham. Lekin oylik marketing plan degani o'sha oyliklar. Qanaqa oyliklarimiz bor? 12 xil oylik bor. Bularni ustozinglar tushuntirib beradi, qanaqa oyliklar borligi. Har bitta mehnatingizga pul olasiz. Demak, ish to'g'risida qisqacha ma'lumot bersam, bu yaxshi narsani odamlarga yetkazish. Yaxshi mahsulotlarni o'rganib oldingiz. Nimaligini men sizlarga o'shaning uchun ko'proq mahsulot to'g'risida ma'lumot berdim. Nima mahsulotlar kerak, nima uchun bu narsalar zo'r. Endi bu olgan ilminglarni bekitib yuringlar. Hech kimga aytmanglar. Xo'p,
unaqa bo'lmaydi. O'zi inson bu narsalarni mana naymakaga o'xshab olib ichib yurish kerak o'zi. O'zingiz yaxshi bo'ldingizmi? Mana bizada xuddi shunaqa narsa. Men hali hazillashib katta yig'inlarda, tadbirlarda 20 talab, 10 talab odamlar chiqib gapiradi onaxonlar. Bolajonim duo qilishadi. Ukajonim doktor rahmat, mana sahrim tushdi, davleniyam tushdi. Oyog'im og'rimay qoldi, operatsiyadan qoldim, protez deyishuvdi $8,000 protezsiz mana chopqillab yugurib ketdim, yuragim yaxshi, bolam tutqanog'idan tuzaldi, kimdir pesdan yaxshi bo'ldi, kimdir jigari tuzaldi. Hazillashib aytib qo'yaman, ko'rgansizlar, mana o'tirgan hamkorlarimiz bor. Men aytaman, onajon, yaxshi bo'lganingiz endi hech kimga yetmaydi deyman. Voy, bolam nimaga yetmayman? Yetmay, maqlas yetib deyman. Yurursin odamlar kasal bo'lib desam, nima deyapsiz deydi. Mana bu yerda hamkorlik programmasi deyiladi. Ya'ni siz o'zingizda bo'lgan natijani bekita olmaysiz. Hammaga yetib ketasiz, ishoninglar. Endi aytyapsizmi, odamlar olib ichib ular ham sog'ayaptimi? Qarindoshlaringiz, do'stlaringiz, dugonalaringiz kechirib qo'yasiz. Reklama qildingiz-ku, zavod sotdi-ku, zavod tekinga bermayapti-ku. Zavod sotgani uchun reklama qilgan odamga oylik chiqarib beradi. Bizada oyliklar. Tak, kim? Nasibaxon, nimangizni o'chirib turing. Mikrofonni o'chirib turing. Demak, reklama uchun pul to'lanadi. Qonuniy, yana bir marta aytyapman, diniy tomondan 100% halol. Sizlarga men o'tib beraman, darslarim bor. Xohlasanglar mana gruppaga tashab qo'yaman. Bir ikkita odamlardan eshityapmiz. Ozgina noto'g'ri gap, ehtiyot bo'linglar. Mana misol harom, undoq deydigan odamlar bor. Tilinglarga ehtiyot bo'linglar. Chunki bir narsani harom deyorish uchun ertaga javobi ham yomon bo'ladi. Bilmasdan bo'yningizga olib qo'ymanglar. Kimdir shu narsani gapirsa, ozgina bu narsaga kimdir agar harom desa, sizlar birinchi savol beringlar. 12 ta oylik bor. 12 ta oylikni harom joyini ko'rsating yoki mahsulotni harom joyini ko'rsating, siz ko'rsatib bering, men to'xtataman. Ya, shunaqa men bilmayman, boshimga qotirman desa, aka, hoji aka, sal tilingizga ehtiyot bo'ling. Hamma narsani harom deb bo'lmaydi. Lyuboy kasbda halol, haromi bor. Lyuboy kasbda. Doktorlikni ham haloli bor, haromi bor. Doktorlikni ham, doktorlik kasbi ham. Qanaqa? Pul olish uchun, protsent olish uchun sizga kerak emas dorilarni yozdi. Alloh ko'rib turibdi-ku. Sizga kerak emas o'sha dorilar. Yoki kerak emas laboratoriya analizlarini yozib berdi. Ko'ramiz unaqalarni. Doktorlar yozib beryapti. 20 ta analizni. Keladi odamlar menga o'sha qog'ozini ko'tarib ba'zilarda. O'chirib tashlayman. Kerak emas o analizlar. Masalan, jenskiy gormonlarni yozib tashlashadi. Aytaman, biron jenskiy problemangiz bormi? Hayz buzilishi, miomami, bezda og'ruvmi? Nima bor? Ya doktor, hech narsa yo'q. Hayzim soatida keladi, minutida. Hech problema. Nima kerak bor unda? U har bitta gormon 450 mingdanmi shunaqa narxi masalan. Zachем? Olaman, o'chirib tashlayman. Nima dedi doktor? Desam, mana shu laboratoriyaga boring dedimi? Desam, ko'p joyda harom. Kerak emas laboratoriyani yozdimi? Bu zulm deyiladi. U odamni zulm. Alloh ko'rib turibdi. Mumkin emas. Haromga aylanadi. Lekin hamma doktorlar unaqa emas u. Halol doktorlar bor. Kerak analizini yozib beradigan bor. Oson o'sha 40%ni. Lekin kerakini yozib beradi. Mayli o'sha kompaniyalar to'layotgan bo'lsa. Qassobchilik harom bo'lishi mumkinmi? Cho'chqa so'ysa, u ham qassob. Bitta cho'chqa so'ysa yoki eshak sotib, eshakni so'yib haliga bo'ldi unaqa holatlar. Bitta qassob qattaga qassob cho'chqa so'ysa yoki eshak so'yib mol go'shti deb sotsa, hamma qassob harom degani emas-ku, baraka toptirlar. Ana shu hoji akalarga sal yetkazib qo'yinglar. Hoji aka, tilingizga ozgina o'ylab gapiring. Bilib bilmay halol harom deb bo'lmaydi. Oldin keyin yetish kerak. Mana shayx hazratlari Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf
judayam yaxshi ko'rardim bu odamni. Masalan, Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf hazratlari 7 ta shayxi bittasi bo'lgan. Bu odamdan odamlar kelib aytib berishadi. Savol so'raganda yozib olar ekanlar-da. "Man 7 shayxni biraman, mana senga javob" demagan ekanlar. Yozib olib, "Bolam, ertaga keling" derkanlar. Kechasi bilan kitoblarni o'qib, ertasi kun kelganda keyin javob berar ekanlar. Va bir kun televizorda gapirib qoldilar. Ko'rib qoldim. Alloh rahmat qilsin. Boshlaringga salla kiyib, minbarga chiqib, og'zingga kelgan narsani gapiravermalaring deb domlalarga gapirdilar. Chunki sanlarni xalq eshitadi deb gapirdilar. Mana haqiqiy olim odam. Hozir og'ziga kelgani harom, baraka topkur. Sen keltirib ber. Mumkin emas. Azgina har bir gapni haligi payg'ambarimiz ham sallallohu alayhi vasallam aytganlar. Ikki jag'i orasidagi a'zo bor. O'sha a'zodi juda ko'p odamlar jahannamga ketadi degan joylari bor. Sal e'tibor berib gapirish kerak. Gapirganda keltirib berish kerak yoki. Shuning uchun mana shunaqa savol beringlar. Men darslarim bor, o'tib berganman. Mana shu biznes qachon halol bo'ladi, qachon harom bo'ladi sharti. Restoran halol bo'lishi mumkin, harom bo'lishi mumkin aroq qo'ysa. Oziq-ovqat magazin halol bo'lishi mumkin, harom bo'lishi mumkin piva, aroq, paroq qo'ysa bitta addeliga. Bu bitta oziq-ovqat magazinda aroq bordi, hammasi harom devorgani emas. Mana bunga e'tibor beringlar. Bu yerda alhamdulillah topadigan hammasi halol. Bu to'g'rida men hattoki mana ko'p so'rashadi. O'sha musulmon chet davlatlarda, Dog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'istonlarda borib halolligi to'g'risida treninglar o'tib berganman. Kerak bo'lsa sizlarga ham o'tib beraman. Bir 14 ta sharti bor. Mana shu biznesda ham. Bu yerda ko'nglingiz xotirjam bo'lsin, halol. Xo'p, qonuniy, oyliklar qonuniy tushadi. Ishimizning mohiyati boyaga yaxshi narsani odamlarga o'zingizda natija ko'ring. Oldin bu ham dinga to'g'ri keladi. Ana ko'rsangiz etmang. Hech kimga etmang, bekitib yuring. Yaxshi bo'lganingizni bekitib yuring. Yaxshi zo'r bo'lib qoldingiz, bekiting, maqlas. Bolangiz yaxshi bo'lib qoldi, bekiting. Nevarangiz qurtdan qutuldi, bekiting. Qolganlar qarindoshlarni nevarasi o'smasin, takana bo'lib qolsin, kasal bo'lsin, bekiting, maqlas etib. Unaqa bo'lmaydi, ishonaveringlar, etib ketaverasizlar. Ana endi zavod mana shu reklama qilgan odamlarga oylik chiqarib beradi. Qonuniy qilib beryapti. Qonuniy ishdan ro'yxatdan o'tasizlar. Vakolatxonada sizlar mana shu tashkilotda reklama beruvchi ishchisi, hamkori sifatida hamkor bo'lasizlar, qonuniy olasizlar. Xo'p, yana 5 minut cho'zilib ketmasa, o'zi pashti 1 soat bo'ldi. Shu o'zi kechroq boshladik. Ko'pchilik so'raydi, nima uchun mana shu mahsulotlarni televizorda reklama qilmaydi deydi. Bir xil. Sizlarga ham shu savollarni men yopib ketyapman. Hamma savollarga sizlarga beriladigan savollarni men trening beryapman. Bugungi kun trening, taqdimot emas, trening bu. Sizlarga bu savol beriladi. Nima uchun televizorda reklama qilinmaydi? Zo'r bo'lyapti-ku minglab odamlar. Men shu savolga aytaman, reklamani ko'rasizmi? Televizorda reklama boshlansa nima qilamiz? 30 ta kanalni aylantiramiz. Ayollar yugurib chiqib ketadi, ishlarini qiladi. Keyin oshxonadan so'raydi, tam adasi kino boshlandimi desa, biz erkaklar nima qilamiz? Bundoq aylantirib futbol ko'rib o'tiramiz-da, bundoq qo'yib ko'ramiz. Kino boshlanmagan bo'lsa, yana futbolimizga qo'yib, yo hali boshlanmabdi deymiz. Ko'rmaymiz bu reklamalarni. Lekin bu reklamalarni bir qiziqib ko'ringlar. Oyiga necha 100 million pul to'laydi odamlar, kompaniyalar. Shuning uchun bu zavod aqlli ish qilgan. Ishlamaydigan narsaga pul millionlab dollar ishlatmayapti-da, o'sha million dollarlarni odamga beryapti. Biza kikinga reklama qilib yuramiz hamma narsani. To'g'rimi, yo'qmi? Yana haliga yig'inlarda bir joylarda bundoq qaraymanda, opajon deyman, juda bir koftangiz chiroyli ekan yoki ukam deyman, kurtkangiz vobshe zo'r ekan deyman, kiyib o'tirgan bo'ladi. Hatto ol deysam, tushuntirib beradi. Oka deydi, mana shu Farg'onani palon joyga borsangiz, palon butik bor deydi, o'sha magazinda deydi, zo'r deydi.
Baxt deydi. Rost reklama qiladi o'sha magazinni. Men boraman o'sha magazindan sotib olsam falon millionga, magazinning egasi so'raydimi, aka kimdan eshitib keldingiz deb. Men aytaman falonchi boladan eshitib keldim desam, uni chaqirib, mana Naim aka tam 5 millionga kurtka oldi, mana ukam sizga 500 ming deb beradimi? Bermaydi. Sizlar tekinga biza hamma narsani reklama qilib yuraveramiz. Yaxshi shashlik topsak, maqtaymiz. Hamda zo'r bor ekan, ketdi o'sha yerga deb kafega olib boramiz. Yaxshi oshga mana shogirdlarim olib boradi. Har borganda aytaman, o'sha oshga boraylik deyman. O'sha yerga olib borishadi. Masalan, reklama qilib qo'yaymi? Farg'onada Oltin baliq degan kafe bor. Zolotaya ribka. Oshini mana sizlarga reklama qildim, tekin. Bordinglar, 10 ta odam bo'lib ertaga o'sha yerga osh zakaz qilib borasizlar, Oltin baliqqa, ishonavering, yoqadi, sho'rvalari bilan, maza. Lekin mani Zolotaya ribkani egasi hattoki telefon qilib rahmatam demaydi. Sizlardan so'ramaydi ham, kimdan eshitdinglar deb. Reklama qilib yuraveramiz hamma narsani, tekin. Anu doktor zo'r, anu ginekologim zo'r, anu uziy zo'r, stomatolog anu zo'r. O'rtoqlaringiz tekin reklama qilib yuramiz. Endi yaxshi narsani ham reklama qilinglar, baraka topkur. Endi bizada sal yana bitta narsa, osonroq xato qilmanglar, bu darslarga kiringlar. Dorilarni gapirsangiz bo'ladi-da, men eshitdim, lekin sizlar bizada doktorlar bor. Doktorlarni tanishib olinglar-da, iloji boricha doktorlarni gapiringlar. Mana shunaqa zo'r doktor bor. Andijonda Hilol opam bor. Juda kuchli doktor. Farg'onada Irina Ivanovna degan bor. Raza kuchli doktor. Doktorlarimiz ko'p. Tam Xo'jaobodda Anvar aka bor. Falon joyda falon bor. Ko'p doktorlar ishlayapti bizada. Doktorlarni aytsanglar, doktorlar buni tushuntirib beradi o'sha. Sizlar o'zingizlar borib olib, mana bu dori, mana buni zo'r qiladi, mana bu dori yuragingiz yaxshi qiladi deb maqtamanglar. Doktorlar, mana Xudoga shukr, bizada yuzlab doktorlar ishlayapti. Doktorlarni reklama qilinglar, doktorlarni o'zi konsultatsiya qilib beraveradi. Menga ham bemalol chiqaraveringlar. Charchatib qo'ymaymiz, men charchamayman. Men borman, Nargiza ustoz bor, Ozoda Rahmatova bor. Chiqaraveringlar, doktorlarimiz ko'p. Biza konsultatsiya qilib beramiz. Aytinglar, mana shunaqa doktor bor ekan. Dorini qiyin borib bir tog'angizga, "Bu dori sizni sahringizni tushiradi" desa, tog'angizdan gap eshitib olishingiz mumkin. Hamma kompaniyalarda gap eshitib yuradi. "Sen kimsan?" deydi. "O'qituvchimi deydi?" Haligi har xil kompaniyalarda bechoralar aytib berishadi. Hamma qarindoshdan gap eshitib tamom bo'ladi. Keyin qo'l siltab ketadi. "Sen kimsan?" deydi. "O'qituvchimi deydi?" "Sen hal sahri tuzatadigan bo'lib qoldingmi?" deydi. Unaqa mumkin emas. Sizlarning ishinglar, men nima uchun men o'zimni tanishtirdim. Bizada doktorlarni tanishib olinglar. Ko'p doktorlarimiz bor, mediklarimiz bor, nutritsiologlarimiz bor. Professional o'qigan. Ana shularni aytinglar. Mana shunaqa zo'r doktorimiz bor. Gaplashib ko'ring, konsultatsiyasini oling. Kerak bo'lsa mana apparatda tekshirib beradi. Kerak bo'lsa konsultatsiya qilib beradi. Bir konsultatsiyasini oling. Mavjudaxon bor, mana hozir ko'rinib qoldilar. Mavjuda doktorimiz bor katta. Ko'p doktorlarimiz, Xudoga shukr. Yaxshi doktorlar qo'shilyapti bizga. Reklama qilasiz, bo'ldi. Doktorni aytasizlar, biza o'sha как doktor sifatida hammasini tushuntirib beramiz. Inshaalloh maqsad o'sha tog'angiz, ammangiz, xolangiz, yaqinlaringizni sog'ayib ketishi bo'lsin. Bir, ikkinchisi Naim akaga o'xshab sog'lom paytda agar bu narsani ichib yursa, inshaalloh odam kasal bo'lmas ekan. Bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni bizga o'rgatib ketgan narsalari, kasallikni oldini olish, vuqoya xoyrun minal ilaj degan joylari bor. Vuqoya xoyrun minal ilaj. Ya'ni kasallikni oldini olish, profilaktika davolanishdan ko'ra, kasal bo'lib davolanishdan ko'ra yaxshiroqdir deb ketgan ekanlar. Shuni qilaylik, baraka topkur, haligi kasallik oxirida dabdala bo'lib yurmaylik, doktor million pul ishlatib. Kasallik oldini olaylik, profilaktika masalaga boshida aytdim, o'shaning uchun
prezidentimiz, muhtaram prezidentimizni hozir ko'p joyda gapirayotgan gaplari, doktor bo'lmasalar ham lekin gapiryaptilar, baraka toptirlar. Kasallik o'tkazib yorib million pul ishlatib yurmanglar. Kasallik oldini olinglar, profilaktika degan joylar bor. Xudoga shukr, mana shu hozir biza mana bu narsalar qonuniy bo'lgani uchun hozir biza viloyatlarda sog'liqni saqlash boshqarmalari, hokimiyatlar bizaga o'zlari taklif bilan chiqishadi, o'zlari chaqirishadi, biza borib doktorlarga ma'ruzalar o'qib beryapmiz. Doktor terminlari bilan. Sizlarda ham tanishlar bo'lsa, sog'liqni saqlash boshqarmalari, hokimlarga bemalol chiqinglar, xat qilib beramiz, ofitsialniy xat beramiz, rasmiy sizni peshanangizdan o'pib ertaga o'rdim beradi. Minglab odamni sog'ayib ketishiga sababchi bo'lganingizga. Chunki bu prezident farmonlari bor. Juda ko'p farmon kasalliklarni oldini olish bo'yicha. Hematologiya, onkologiya, yuqumli, yuqumsiz kasalliklar, o'sha organizmga yetishmayotgan nutritseptiklar bilan, oziqa moddalari bilan to'yintirish, immunitetni ko'tarish, sog'lom hayot tarzini targ'ib qilish va shu chora-tadbirlar asosida xalq salomatligini tiklash degan prezidentimizning bir qancha farmon qarorlari bor. Bularni bajaraylik, o'tirmaylik, o'zimiz ham ozgina harakat qilaylik. Faqatgina prezident etsalar, urishsalar qilamiz, etmasalar qilmaymiz deb o'zimizdan ham ozgina tashabbus chiqsin deb baraka toptirlar. O'zbekiston xalqi sog' bo'lsin. Baribir umrimiz yetmaydi 37 million aholini sog' qilishga, lekin hatyabi minglab odamlarni sog'ayishiga sababchi bo'laylik, yaxshi narsani yetkazaylik, bir-birimizdan bir-birimizga yetkazib boraveramiz. Mana, lekin buning uchun rahmati ham bor, oylik bor, bu ham mehnat-ku. Nima tekinga ishlashingiz kerak? Zavod sotyapti-ku. Shuning uchun mana ko'p plyus tomonlari bor. Hali yana yetmagan joylarim bor, xudo xolasa aytaman. Vaqtimiz tugab qoldi. Rovna pashti 1 soatda tugatdik. Chunki kech boshladik, o'shaning uchun kechroq 1 soatda 10 minut, 15 minut bo'pti. Hammanglarga rahmat, sog' bo'linglar. Ko'rib turganimdan hammanglarni juda xursand bo'ldim. Kelganlarga xush kelibsizlar deymiz. Bunaqa darslarimiz doimiy bo'lib turadi. Bugun endi kattaroq dars bo'ldi. Inshaalloh bu yog'iga lekin doimiy darslar bo'ladi bizda. Yanvar oyida juda qattiq ishladik, alhamdulillah. Natijalar juda zo'r bo'ldi. Endi xudo xolasa bu yog'iga yana fevral oyida ham ko'p ishlar bor. Hammanglarni o'sha 15-da inshaalloh nasib qilsa hali yana e'lon qilamiz. Farg'onada yaxshi bir restoranda o'sha yig'ilamiz inshaalloh. Kelishga harakat qilinglar. Yuz ko'z ko'rishgan boshqacha bir inshaalloh haliga nima deydi? Mehr ko'zda degandek sizlar bilan bunaqasiga ham tanishib olamiz, realda ham tanishib olamiz. Hammanglarga mana shu boshlagan ishinglarni mohiyatini tushunib olinglar. Kimdir yaxshi bo'lib ketsa, kimdir sahrdan tuzalsa, kimdir oyog'i protez bo'lmasa, kimdir davleniyadan qutulsa, kimdir umri uzaysa, mana shu taqdirini o'zgartirganingiz uchun qadamiga sizga siz ularni esdan chiqarib yuborasiz. Lekin ularni har qadamini Alloh taolo esdan chiqarmaydi. Qadamiga yozaveradi. Kim sababchi? Mavjudaxon sababchi, Azizaxon sababchi deb qadamiga uni yaxshi bo'lgani uchun sababchilarga Alloh taolo ajringizni yozaveradi. U endi yaxshi bo'lgan odamlar xursandchiligini ko'rsangiz, bunga yetgan baxt yo'qda, maza ko'rasiz-da. Shuning uchun mana Xudoga shukr, mana shu ishni mohiyatini tushunib olinglar. Biznes deb qaramanglar. Pul mehnatingizga yarasha olaverasiz. Bu Yevropani ishlab chiqaruvchisi, Rossiyaniki emas. Biron joyda Rossiya deb gapirmanglar. Bu Rossiyaniki emas. Rossiyaniki bo'lganda o'sha 85 ta davlatni yopilib ketardi. Rossiyani hamma narsasini yopib qo'ydi. Bu Yevropa ishlab chiqaruvchisi. Yevropa ilmiy ishlab chiqarish tashkiloti, kompaniya, firma emas. Bu narsani ham kimdir so'rasa aytinglar. Kompaniyami desa yo'q deng. Firmami desa yo'q deng. Bu Yevropa xalqaro ilmiy ishlab chiqarish tashkiloti O'zbekistondagi rasmiy vakolatxonasida men ishlayman deydi. Rasmiy vakolatxonada rasmiy ishlaysizlar. Davlatga nalog to'lab, soliq to'lab ishlaysizlar. Oyliginglar nalog to'lanadi. Qonuniy 100%. 85 ta davlatda ishlayotgan biznes bu. Lekin
biznes emas, o'sha ajrini o'ylab ishlayveringlar, sizlarni to'xtatib bo'lmaydi. Odamlarga yetib ketaveringlar yaxshi narsa. Peshonasiga nasib qilsa oladi, nasib bo'lmasa olmaydi. Demak, unga nasib emas uzoq yashash, sog'lom yurish. Eshitmasa xafa bo'lmaydi. Etganingizga ajringizni olaverasiz. Tushundinglar? Mana mohiyati shu. Iltimos, biznes deb qaramanglar. Ana shunaqa gaplar. Hammaga omad, ishingizda rivoj, sog' bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Hammanglar bilan ko'rishamiz inshaalloh. Omad, ishingizda rivoj, ko'p odamlarga yetkazib, ajr savobinglarni olinglar inshaalloh. Hammaga omad tilayman, yaxshi kayfiyat, yaxshi dam olinglar. Ertadan Xudo xolasa bosinglar ishlarni inshaalloh. Yaxshi narsani yetkazinglar. Ustozinglar bor, ustozlarga chiqinglar. Ustozlar sizlarga joni dili bilan bor bilimini, bor natija olgan ustozlarimiz bor bilimini beradi. Bizda kibr yo'q, katta ketish yo'q, alhamdulillah. Oladi. Lekin bitta katta ketmaydi. Ustozlarimiz shunaqa, hammasi bir xil. Juda ham yaxshi insonlar. Shularga chiqinglar, o'rgatishadi. Nuriddinxon To'rayev, mana Muxlisaxon Qosimova, Barnoxon Madaliyeva, Mashhuraxon, Asakali Mashhura Abubakirova bor, Andijonlik Mashhura bor, Sanobar opam bor, Mingbuloqli Sanobarxon bor. Bularni hozir sanasam zo'r ustozlar bor. Sizlarda chiqinglar, qolganlar, mana qo'shildi Dilnozaxon bor bizada yangi ustozlardan. 24 soat yordam beradi. Shogirdim deb kecha kunduzi ishlaydigan odamlar. Hakimaxon bor mana yangi qo'shilganlardan. Zo'r ustozlar qo'shilyapti bizga. Ko'p. Bularni hozir hammani aytmadim, aytolmayman ham, vaqt ketmasin. Hammaga rahmat, boringlar ko'r, omadinglar bersin. Ustozlarni mahkam ushlanglar. Ustozlarga aytinglar, ustoz meni o'rgating, chiqaring, natijaga chiqaring. Bo'ldi. Bor bilimingizni menga o'rgating deb turib olinglar. Qancha ustozlarni bezovta qilsanglar, shuncha ustozlar xursand bo'laveradi, sizlarga o'rgataveradi, bor bilimini. Hammanglarga rahmat, yaxshi dam olinglar. Hozir zapisni o'chiraman, shu bilan Xudo xohlasa